Hamma mashqlar aynan shu bitta harakat uchun edi. Bu safar seni mag'lub qilaman. Bu safar unda imkon bor. U beysbolchi bo'g'ishni bexato bajarayapti. Kelishdik. Tayxun Xobbinni odam sifatida ham ko'rmasdi. Shu sababdan ham bu safargi jang qiziqarli bo'ldi. Bo'yi hatto 170 sm ham bo'lmagan, vazni zo'rg'a 50 kg chiqadigan bolani ermak qilib yuzini o'z qoni bilan bejadi. Ammo shu ermak qilingan bola uni hammani oldida sharmanda qildi. Xuddi avvalgidek. U yerga yiqilgan payti ortiq tura olmaydigan holatda edi. Birinchi marta mag'lubiyat ta'mini tatib ko'rdi. Uning jangchi sifatida duch kelgan birinchi muvaffaqiyatsizligi unutilmas hodisaga aylandi.